Ey Xudo, oilam o'zingga omonat. Musofirdan qaytgunimcha o'zing asragin. Manam sog'inganman, sog'inib mahallami, do'stu ulfatlarni bayradi aeroport, osmondagi samolyot, kutib olar o'zga yurt, kutib qolar ona yurt. Aka ish kerak edi. O'zbekistondan bugun kelgan edim. Oilaviy sharoit deganda yo'lkalarni ham har sog'liq qilib kelgandim aka. Ish borlikka bor. Oylik zableshkada ishlayapsanmi? Oylik zableshka ishlayapsanmi? Mayli aka ishlayaman. Oylik zableshka. Keldim mana jangalda sho'rva, muhtoj emasman soстояние. Сам себе работяга, сам себе начальник. Zerikish yo'ni baribir ham nimadir yetmaydi. Onamni mahallami sog'inchi meni qiynaydi. По-любому qaytaman, ko'rishamiz albatta. Shu tamsan, слышь, allo, ey bratка. Unutvordim deyman, atakman tiriyman. Aloqadaman, vechno ulayman, prikинda. Mayli javob. Yangi keldinglar. Yangi keldik aka. Mashina qo'yib turib, nariyalarga tarqataman. Narixonalarga. Xo'p bo'ladi. Ey ukam, Moskvaga kelganingga ana 2 oy bo'ldi. Onangning ovqatlarini sog'indingmi? Sog'indim. Onaning ovqatlarini kim sog'inmaydi, jigar? Ungacha shundan tamadi qilib olamiz. Hoynahoy telefon qilib qo'ygandursan. 2 oy davomida. Yo'q aka. Hali qo'ng'iroq ham qilmadingmi? Kelayotganda aeroportda telefonimni sotgandim. Biletimga pul yetmagandi. Mayli ukam. Telefon qilmadim deding-a? 50 rubl men solovdim. Keyingi oy men gaplashib olaveraman. Bu oy esa sen gaplashib ol. Qani, onangga qo'ng'iroq qil. Seni sog'ingandir. Assalomu alaykum onajon. Charchamayapsizmi? Ha, men ham ishlab yuribman. Bo'lsa ham tinchligim, lekin juda ona ichim qanaqa bo'lib ketdi. Men sog'indim, sen sog'inmaysanmi meni? Shunchalar men mehrsiz qilib bag'itdimmi seni jonim bolam? Nima bo'lsa senga desak, shunchalik qilasan, o'rgilay bolam, qo'y unaqa qilmay kerak. Seni deb yashaganman, umrim bino seni deb yashaganman. O'zing hammasini bilasan, hamma yo'q, o'zing hamma sharoitni bilasan. Men turibman ayda yerding. Tinchi dunyoning ortidan quvib, dunyolar kezma ko'ksimni kerib, bugun mana shu hayotim.